Aka yaxşı olmuş kigizni kichik vaqtlarimizda ko'rib baqqan. Hozir yo'qolish girdog'i kelib qoldi deb o'ylayman endi. Atrofimdagilarmi kigizni ko'rib baqmoq uzun bo'ldi deydi. Endi siz ansam 80-90 yillik shu ota-bobolaringizdan hozirgacha davomlashtirib kelibsiz. Bizmi anglab sizni tep keldik. Shu kigizni nima deyasaymiz? Qanday tutib chiqadi shu to'g'risida ozroq bir tushuncha bergan bo'lsangdak yaxshi bo'ldi. Muş binaya çigine 82 yıldan tatı muş binada başlangıçta okuğandan tatı muş binanın ki ısıl kılıp kilodumuz ende. Dadam mı kılıdı, dadamın dadası mı kılıdı ki biz 3. evlat olduk ende. Bizge atmamızdan edip işte muşu koyunun jununun paylık tarafının her xil bu endi koyunun junu da boğalık için koyunun goşumu ve jumumu maygıdın taşında paylık nesiken bu. Hem de bu koyunun jununun ki hazırki cemiyetimizde şu renklik işçilikini tolu işçi bedeni soğuğa kaplap etken adamın nemlik tartışığa ve hazırki boğulavatkan, elcelevatkan süngü kesile degende revmatizm degende işliğimi bu nemlik bedenin nemlikin tartışığa bekmi hazır yaxşı ekan bu. Bizmi bu yaşta qilgan bilan buningki payliq tarafini bekmi bilib ketmayotganmiz. Hazır jamiyatda hamda biz kigizni etib bergandan boshqa xaridorning og'zidan shu gaplarni angdiq. Mushundaq bizga foyda qildi. Mushunda qilib bersanglar deb bizga biz hamda yashinib qolgan bo'lsam bu hunarni yanilam qilib kelyapmiz. Bu yaştımı to'xtatmay qilib kelayotgan. Lekin mana tilpin, ikralik tilpin tutamganlikdan biz to'r sohasiga chiqaramayotganmiz. 2-3 yil bo'ldi to'r sohasiga chiqargandan keyin bu bizniki qilgan ömrimiz texmi boshqa jot ve başka devletimizden hem yeri gidecek tonulgan taraqqiyotga bizlendik asasen. Hem de bir bo'lsa adamninki bir xo'shallik muşundan bir menfaat elib xo'shallik topsa biz shuningga qanoat ve razmanlik bo'lamiz, qilgan önümüzge razı olamiz. Boshqalar foyda qilgan holatda. Asli izchillashtirib kelibdilar, biz bilmay qoldik-da. Bu yaşın to'rga chiqishni bilmaganlikdan hamda yuqori nimaga to'nilamay qolgan boshqalarga o'z yutimiz lakim qilib boshqa to'nilanmagan ish bo'lgan. Aka bu yerdan gaplarni olsam shu kigizniki jiqpaytliq taraflar bor deb dedilar hamda. Hozir ham biz gilamga bekrak yuzlanib ketib boramiz emasmi? Ammo shu kigiz bilan gilamninki bir farqini, yaxshi taraflarini bir so'zlab baqamsiz. Bazarlarda tolarak hem de mava sinli gilem deyimiz bu gilemnin haşu Allah'şırılık buludiken bunun hem de tüpsüge köp silip yatkan bolsak mı tutumuz çıkıp kalıp geçerdi hem de fulgandikin uyan jumulneş evvel öyle şunu tüpsüge çıkıp basam da piyimiz dağıtılgan ve putkulumuz uyuşup kalgan işlere elip verilirken ama kigizde onda elip verilmeydi. Kigizde ilaç gımba könelese köp sanmay tüpsüge yumuşak paktı rekselep ya ki tebi tüpsü etip kılganda muş bedendeki yukarı dep etken renlik işçep ya ki soğuk şimdikinin ki tolu işçep muş bedene yülük kaplap gidiş işlerini kigiz nemlik şun yülükün tatip edigen ruh obuduğun iş hoşakmaydıgan işlerine bulmaydı. Aslimiz qo'y tabiiyda issiq bo'lganligi uchun shunga masalan ota-bobolarimizdan qolgan bir urf odat bor. Ayollar tuqqandan keyin teriga kirdi deydigan. Shu qo'yniki tabiiy issiqligidan shunga kigizniki bizga alayda foydali taraflari chiqqanda.